Salom o'rtoqlar, bu yana men. Kecha sizlarga video qilib chiqqandim. Pul haqida, SSR davrini puli. Bu safar men sizlarga yana bitta narsa ko'rsatmoqchi edim. Taqimchoq. Bilmayman bu tillami, tillamasmi, bunisini bilmayman. Yaxshilab qarasa probasi bor orqasida, bilmayman. Tillami, tillamasmi? Mana bunaqa joyda ko'rayotgan bo'lsanglar, buni zargarga olib borib tekshirtirish kerak. Chiroyli narsa. Qadimiy. Mana buni buvim berganlar, enam menga. Shuni biladiganlar bo'lsa, kommentga yozib ketinglar, belgilab. Keyin sizlarga mana ko'rsatmoqchi edim. Bular hammasi yengi. Bulardan pochka bor. Bundan ham pochka bor. Bu ham mana yengi saqlangan, yaxshi saqlangan. 5 rubl. Bu 3 rubli. Keyin hozir Instagramda bilsanglar o'rtoqlar, anaqa pul rosa anaqa bo'lyapti, trend. Olamiz deb. Mana bundan ham bor. Menda pachkasidan bor. Bulardan saqlanib qolingan. Hali yaxshilari, zo'rlari oldinda, hali ko'rsatmadim. Qiziqqanlar bo'lsa podpiska qilib qo'yasizlar. Har kungiligini qo'yib boraman. Kimda kim qiziqsa yoki tanishi bo'lsa, yuborib qo'yinglar. Bularni baribir men saqlab, yosh bolalarim bor. O'ynab yirtib yuborishadi. Undan ko'ra sotganim yaxshi. Bularni hammasini sotaman. Kimda kim qiziqsa yoki antikvar narsalarga yoki oladigan odam bo'lsa, direktdan yozasizlar. Hali bu yerda borlaridan tashqari bular kumush tangalar, mana bu marjon, buni kattalari ham bor. Hali bularni ham ko'rsataman. Bularni tozalatishga berib, keyin ko'rsataman sizlarga. O'shaning uchun ko'rsatmay turibman. Keyin qolganlarni yana ko'rsataman. Keyin xotin bor. Ularni ham ko'rsataman. Dokumentlarida tilla yozilgan.